Sifatli don va yuqori hosil yetishtirish uchun agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida va sifatli amalga oshirish lozim. Arnasoy tumani fermerlari bu vazifani qay darajada bajarmoqda? Soha mas'ullari va fermerlar ishtirokida tumanning 3 ta hududida o'tkazilgan o'quv-amaliy seminarda mazkur masalaga oydinlik kiritildi. Jizzax viloyat fermerlar kengashi, o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi hamda O'zagroinspeksiya Jizzax viloyat boshqarmasi mutaxassislaridan iborat ishchi guruh Arnasoy tumanidagi Bobo Fayziyev, Farg'ona hamda Mustaqillik fermer xo'jaliklari uyushmasidagi g'alla parvarishlanayotgan maydonlarni ko'zdan kechirdilar. O'rganishlar davomida 100 nafardan ziyod fermerlar bilan muloqot o'tkazilib, bahorgi mavsumda g'alla parvarishi bilan bog'liq masalalar muhokama qilindi. Jumladan, sug'orish hamda oziqlantirish ishlarini olib borishning ayni pallasi ekanligi aytib o'tildi. Shuningdek, begona o'tlar, shu jumladan yovvoyi suli, raps kabi g'allaning baravj rivojlanishiga to'siq bo'ladigan o'simliklarga qarshi uyg'unlashgan kurash choralarini ko'rish lozimligi tushuntirildi. Tumanimizda 7100 gektar g'alla ekilgan. Bu yilgi ob-havoni iqlim kelishi, sel yog'ingarchiligi albatta zanga muhit yaratib beryapti. Bundan tashqari qish mavsumi iliq kelganligi munosabati bilan g'alla ham uxlamadi, shu bilan birgalikda begona o'tin uxlamadi. Bu esa dalalarda, g'alla maydonlarida begona o'tning ko'pligidan dalolat beryapti. Mutaxassislar hozir daladagi shu g'alla maydonidagi begona o'tlarga asosan sulini, zangni va ikki pallali o'tlarga sepiladigan preparatlarni qo'shib birgalikda sepish tavsiyasi berildi. Fermerlarimizga foyda tomoni yoqilg'ini, texnikani dalaga ko'p kirgizib chiqish xarajatlarini kamaytiradi. Seminar davomida respublikamiz hududida boshoqli don ekinlarida aniqlangan 30 turdan ortiq kasallik va zararkunandalar va ularning yetishtirilayotgan don sifatiga salbiy ta'siri borasida ham to'xtalib o'tildi. Ushbu zararkunandalarga qarshi kurashilmaganda o'rtacha 15-20% gacha, ularning rivojlanishida iqlim sharoiti ham qulay kelgan pallada 45-50% gacha hosilning nobud bo'lishi mumkinligiga e'tibor qaratildi. Seminar yakunida Arnasoy tumani fermerlari oldida turgan asosiy vazifa yetishtirilgan hosilni ona zamin bag'ridan o'z vaqtida va sifatli yig'ib olish, o'rim-yig'im mavsumiga tayyorgarlik doirasida kombaynlarning texnik sozligini ta'minlash, don yo'qotilishining oldini olish va sifatli hosil topshirish masalalari ham muhokama qilindi. Tajribadan kelib chiqqan holda o'rim-yig'im jarayonlarini aniq grafik asosida tashkil etish bo'yicha ham tavsiyalar berildi.